Ana u Dubaydagi unaqa qizlardan qolgan qosh menga kerakmas. Soqolimda bugun axlat yutqizib qo'ydim. Men soqolimda qizilgani yo'q. O'zimni kurtoycham. O'zimni delovoycham. Bu unaqa tosh bo'lib qoldi. Bu paytgacha erib ketishdi. Yerimni Bashara. Multik. kurrak. Necha yoshdasan? 19. Hozir senga. Tug'ilgan kuningmi? Hozir senga, hozir. Eng katta olgan sovg'ang nima? Hozir senga kiraman. Hozir sen. U nechinchi qizingiz? Juda ko'pmi deb qoldim. Uni qayerdan bilding? Bitta qiz tug'ildi. Ulan qoldi. Kirib. Seni tuzatmaydi o'ylaysanmi? Meni shunday 20 dollar qo'yib o'tirgan poloqchi. Ayg'oqchi. Juda ko'p. Tushingizga har kuni har qiz kiradini chiqar sizni. Kim? Kim ekan? Qani? Sen hozir ko'rmading tepadan yo'q. Yo'q edi. Nimadan yo'q? Do'stlar bir o'shingiz. Qarolmayapman uni. Yaxshi do'stlar. Yaxshi. Men xayolim mana odamlar bilan 2 minutda bo'lib ketdi odamga. Давайте o'tamiz. Bobojon ko'rmay qolibman. Bobo, xayol mana unda bobo. O'lmay kimga qaramayapman. Yumshoqmi? Endi Eshitmadim. ko'zim yumshoqmi? Ye. Yaptın. Ye. Bizi kelinlik kim yaptı? Ye. Bizi kelinlik kim napadina yaptı? Ye. Да, ну, спасибо. Ye. Bu niye teyze? Ye. Ye. Да, ну, спасибо. Bu safar endi o'pma deb ayta olmaysiz. Yutolmaysan. Men xohlasam yutolmaysan. Yo'q, o'pma deb ayta olmaysiz deyapman. Nima aytolmayman? Ye. Chunki ayta olmaysiz hech kimga. Agar bittasi o'psin, o'ldiraman. Qarabim, shu o'ynagan tani. Tushundingmi? Tushundingmi? Tiko o'ltiring. Yer dumaloq ye. 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 Xo'p, rahmat. Bu kishi bozorga ketdi. Meni o'pib ketgan qizlar ekan. O'zingni profilni o'zingni o'paymi? Qizlar o'psa boshqacha-da. Qayerdasan? Uydami? Nima uchun sen ham pardang bilan meni pardam bir xil? Nimaga? Bilmadim. Ekanimiz suhbat. Sher o'rdiydi. Sniper odamlar. Bitta yutsin. Duosini ko'ngil uchun. Bitta yutib olsin, mayli bitta yutib olsin. Men Fora berdik.
Bitta shans berdingizlarmi? Bitta shans berdik. Meni gapirayotgan gaplarim senga ko'p-da, prosta gapirsam erkalanib ketasan. Nimaga endi bu yerni olmadingiz? Bu yerlarini? Endi olaman. Bobom, Mirziyan bobomni yozgan bo'lsa, o'rmay qoppa. Taho, rahmat. Aho, onasini lab. Nima? Ay, so'kkanmi? Yaxshi. Onasini bir nima dedi, eshitmay qoldim. Onasi go'zal dedi, onasi chiroyli dedi. Qozog'istonga boryapman. Almataga. Almataga boryapman. Nimaga? Yo'q. Siz hech qachon Qozog'istonga kelmayman dedingiz-ku. Uni ham biladi bunaqa. Hamma narsani biladi bu. O'zim bilmagan, o'zim eslolmagan narsani ham biladi bu. Endi hech qachon bormayman Qozog'istonga dedingiz-ku. Qozog'istonda uy oldim, uy. Yolg'on. Rost. Oldi. Almatadan uy oldim, pultik. Sen uylanib Ko'rishamizmi? Ko'rishasiz. Qizlaringizni olib keling. Bugun Qozog'istonda meni hech kim, sendan boshqa tanishim yo'q. tanish qizlaringizni olib keling. Qozog'istondagimi? Bilmayman. O qizdan tug'ilgan kuni bo'lganligi uchun tug'ilgan kuniga sovg'a urib berdim, tamom? Insoniychilik. Men o qizni tanimayman. Endi tanishasiz-ku, shunaqa men bilan ham shunaqa tanishdingiz-ku, shunaqa tanishib, uchrashib. Keling. O'g'irlanmagan kelinni ko'rdingmi? Yo'q, hayotda ko'rmaganman. O qanaqa film? Ha, qo'y, xolisini telefondan kirib ko'rib tur. Siz azizlikani ketkizib yubordingiz-ku. Akajonlar, rahmat. O'g'irlanmagan kelinni ko'rmading? Yo'q. Rostdan. Shuni ko'ramanmi deb yuribman endi. Buyursa. O'zim yigitim bilan. Shohruxxon Amerikada tanishgan qizi bilan Hindistonga ketgandan keyin izidan borib, ota-onasidan, hammasidan uyiga tegayotgan joyda to'yni buzib olib qochib keladi-ku. Ko'rdik esimda. Men ham borib, meni olib qochib kelaman. Hazır qilmang. Rostdan. Hammasi ishonib qoladi hozir. O'g'irlab olib kelaman. Müziğin Ayting.
bo'ldi. Aytolmayapman. Aytolmayapman. Nimani ayta olmayapsiz? Uylanaman debmi? Kimga? 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 Ha. Xalq odamlar aytsin kimga ekanligini. Xo'sh. Bu oxirgi botil. Ha, ketasan. Ha, chiqaman. Uxlayman. Uxlamaysan. Nima qilay endi? Sog'inib ketdim, bir gaplashib o'tiraylik. Voy, qo'sh. Ayting. Oxirgi battle gaplashib olaylik. Қазақша aytsam tushunmaydi bu kishi. Сол үшін o'zbekcha bilgandan so'ng o'zbekcha so'rayman. Yoqmayaptimi? Qozoqchani ham unutib yubordi bu. Faqat o'zbekcha gapiradi, qozoqcha bilmaydi. Hozir so'rasanglar. Men O'zbekistonda tug'ilganman. Qashqadaryolikmisiz? Albatta. Qashqadaryoning qashqirg'iziman. Aha. Qashqadaryoni qashqir qizisiz? Biz yosh kezdan bizni yosh tug'ilganimizdan og'zimizga go'sht solgan. Qashqadaryo, Surxondaryo birmi? Yo'q. Bitta joyda, endi yonma-yon. Qo'shni. Surqosh. Ha. O'qotyapti bu. Politik. Kim telefon qilyapti? Soat 4 bo'ldi bizda. Kim telefon qiladi? Nimaga? Tunda. Nimaga qotib qoldi? Betim og'rib ketdi. Telefon qilsa nima sizga? Sizga farq yo'q-ku, kim telefon qilsa ham. Sizga farq yo'q-ku? Ha? Men endi qachon to'y? Hech qachon uylanmayman. Aha? Men hech qachon uylanmayman. Umrimning oxirigacha. Nima uchun? Bas yaxshi ko'rgan qizim xiyonat qilganligi uchun.
Siz xiyonat qilmaysizmi? Unaqa aytmang, hech qachon uylanmayman deb. Hech qachon uylanmayman. Uylanasiz-ku. Hech qachon bir umr uylanmayman. Butun umr uylanmayman. Lazım. Unaqa aytmang. Rostdan? Rostdan? Unaqa aytmadim. Naborot, uylanaman, baxtli bo'laman deb aytsang, Uylansa baxtli bo'ladi deb kim aytsin? uylanmasangiz baxtli bo'lasizmi? Uylansam, yaxshi ko'rmasam, o'zim xohlamasam, uylansam qanday baxtli bo'laman? Ha? Ha? Qanday? Aytchi. Mo'ltillama, ey. Mo'ltillama. Mo'ltillama. Nima qilay endi? Sen qachon yerga tegyapsan? Kim aytdi men yerga tegyapman deb? O'zing videongni ko'rding. Baxtimni topganda tegaman. Balki baxtingni yo'qotgandirsan. Baxt hech qachon yo'qolmaydi. Uni o'zing yo'qotmasang. Balki o'zing yo'qotgandirsan. Yo'qotmadim. Men hayotim oldida. Hayoting oldida, balkim insonga bir marta baxt beriladigan, bir marta beriladigan narsani yo'qotgandirsan. Bir marta. Nima bir marta? U nima bo'lishi mumkin? Balkim baxting bir marta beriladi. Aytdim-ku, men hayotim oldida deb. Men ishonaman. Haqiqiy baxt, haqiqiy his-tuyg'u men senga ko'rsatgan his-tuyg'u bo'ladi. Unaqa his-tuyg'uni qaytib senga umring oxirigacha birov berolmaydi. Sizdan zo'rin bersa-chi? Mendan zo'rini berishi mumkin vaqtinchalik, bir umr bermaydi. Siz menga bir umr berdingizmi? Bir umr beraman. Hozirgacha beraman. Bir umr, butun umrgacha beraman. Lekin bir umr bermasligimning sababi sen sababchi bo'lgansan. O'zingda ayb bo'lgan, o'zing so'ktirding. O'zing ustimdan kuldirding. U sabab emas-ku. Juda katta sabab. Haqiqiy sevgan odamga. Haqiqiy sevgan odam xiyonatni kechira olmaydi. Ana shunaqa bo'ldim-da. Men xiyonatni kechira olmayman. Uzr. Yoshligingda juda xunuk bo'lgan ekansan. Siz ham. Plastik operatsiya qildirding. Yo'q, prosta yoshligimda-ku. Hozir katta qiz bo'ldim.
yoshligingda effektga ulashingni hayotda ko'rganman, bez effekt. Bu ham meni bez effekt ko'rgan. Ya, bizani chiroyligimiz dunyoni qutqaradi. Ha, siz zo'rsiz-ku. Ne zo'r emasmi, nimaga? Odamlar ikki toifaga bo'linib olgansizlar, ha? Yarimlaring, yo 3 toifaga bo'lingansizlar. Yarimlaring bunga aytasizlar, Sardor senga arzimaydi deysizlar. Yarimlaring menga aytasizlar, bu senga arzimaydi deysizlar. Yarimlaring aytasizlar, 3 dan 1 30%laring aytasizlar, baxtli bo'lib chiroyli yashaylar deysizlar. Sizlar ikki toifaga bo'linib olgansizlar. Sababi hozir biza gaplashib oldingidek munosabat qila olmaydiganimiz sababi 30% men tomon, 30% bu tomondan bir-biringga arzimaysan degan insonlar ko'pchiligi uchun sizlarni 60% ga chiqqanliklaring uchun gaplasha olmayapmiz biz bir-birimiz. Chiroyli ko'ylakchalar kiyyapsanmi? Voyam. Yaxshi, Sardor aka, rahmat. Yetmaysan. Yo'q, ozroq gaplashishim kerak. Sog'inib ketdim men seni. Sog'inmading? Men hech kim emasman-ku sizga. Sog'inmadingmi? Sog'inmadingizmi? Sog'inmadingmi? Shu qo'shiqqa video oling, ya'ni sog'inmadingizmi? Sizlarga bitta narsa aytaman, xafa bo'lmanglar. Sizlarda mana bu yoqda menga nisbatan, bunga nisbatan tizza deb yozyapsan, nimadir yozyapsan. Meni shaxsiy hayotimga senlarda aralashishga hech qaysingda haqqing yo'q. Bu qiz bilan sevishamanmi, bu qiz bilan gaplashamanmi, gaplashmaymanmi, urushamanmi, tortishamanmi, sizlarga qiziq bo'lmasin. Sizlar ko'rib berilayotgan narsani ko'ringlar, o'zlaring uchun o'zlaring bir fikr chiqarib qo'yinglar, tamom. Sizlarning fikrlaring men uchun bir tiyin. Xafa bo'lmanglar, sizlar yaxshi insonsizlar. Lekin sizlarning men haqimda, oilam haqida yoki meni qandaydir hayotim haqida o'zim yashaydigan o'zimni fikrim bor mening. Sizlar aytganlaringni men hech qachon qilmayman. Bir tiyin sizlarning men uchun bo'layotgan fikrlaring men uchun bir tiyin. Xafa bo'lmanglar, mana bitlaringga aytyapman. Bu meni shaxsiy hayotim bu. Men internet uchun gaplashmaganman bu qiz bilan. Ana o qizlar, rasm tushganlarim, foto olingan videoli qizlar, u internetga prosta tak zerikkandan sizlar uchun kontent. Ermay. Kommentariyada shuncha odam so'kibdi o'sha qizni videoda. Bittalaringni so'kib atvet qaytarganim yo'qman. Sababi ular men uchun nikto. Ular men uchun hech kim. Suv ko'rmaysizlarmi buni? Menga qiziq emas. Lekin buni so'kmaylar. Kurracham topilgan eshitcha. Voltek. Voltek. Ekspertizadan mana shu yoqdan shunday ekspertiza qilsam mana shu 150 marta o'pganman. Sardor. Yana bitta o'pay sog'indim. O'pma.
Rahmat. Nima ko'ylak kiyib oldingiz? Sizni ham o'qiyapti. Men o'qiyapman-ku. Yah, los. Bu suyuq oyoqlashib ketibdi, og'alar bu. Suyuq oyoqlashib ketibdi. O'payapti bu. Meni oldimda o'pishyapti. Voy, voy. Bu kunlar ko'rgandan ko'ra ko'zim uyib olgan yaxshi emasmi? Rahmat. Siz nega anday zvuk chiqyaptir? Akkauntga nima bo'ldi deydi. Bilmasam. Akkauntga nima bo'lganini ko'rganim yo'q. Qaysi akkauntga nima bo'ldi? Meni akkauntimga? Meni akkauntimga nima bo'ldi? Mana kichkina akkauntim turibdi-ku. Ikkita akkauntim. Ikkita akkauntim bo'lib turibdi. Sardor men chiqdim. Sardor? Au? Kuyjet qilyapsanmi? Kuyjet qilyapsanmi? Boshlamang. Esimga tushirmang shuni. Ye. Nima yana bitta qaytar? Ha? 4 oydagi esimga tushib ketdi-ku. Sizni aytganingiz. Xolajoningni muzlarni ustiga sirpantiraman lekin. Katta xolangni muzning ustida pingvinlar sudrasin. Ammangni ayiqlarga qo'yib yuboraman lekin. Buvingni tog'ning o'rtasida to'linlar yugurib yurib sudrab ketsin. Ye. Qaynotangni dengiz okeandagi kitlar qo'lab yursin. Meni gaplarim ko'pda, bu qizga gapirsam ertaga yana videoga chiqib ketadi. Men o'zim adilni gaplashishim kerak u bilan. Erkalanma, menga sardor pardor qilma. Sen tiling uzun bo'lib qopti ancha. Nima gap? Tiling o'sib qoptimi? Tilim o'smadi. Ha, Sizdan o'rgandim-ku. hamma narsani-ku mendan o'rganding. Nima meni? Otishni. Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Og'rimayapsan? Yo'q. Skoro Istanbulga ketaman. Men ham boraman. Yuragimni ko'rsatishga ketaman. Au? Men ham boraman. Qayerga? Istanbulga yuragimni ko'rsataman. Prikol tashlayapsizmi? Lekin meniki rostku. Men boraman, davolataman seni.
Qanaqa davolatasiz? Yuragimni beramasin. Rostdan U o'ynaydigan narsa emas. rostdan yuragimni beraman yashamoqchi bo'lsam. Rost. Do'stim naqang baliq, puldan muammo yo'q, Allohga ming xalla, million xalla shukr. Puldan muammo yo'q. Mana 150 millionlab o'g'irlasam, kartamdan pul kelmaganligi sezilmagan. Keyin bilib qolganman. Puldan muammo yo'q. Biz onasini ham bir kunda 100 ming dollar yo'qotib qo'ysak ham bizga to'g'risi bilinmaydi. Shunday darajaga kelganmiz. Puldan вообще muammo yo'q hayotimiz. Ha? Boramizmi? Og'iz kelmay qoldi. Boramizmi? Sardor aka. Rostdan. Mana erkecha lafzim, erkecha gapim tamom. Realni agar moddiy, moliyaviy tomondan bo'lib borolmay yurgan bo'lsang, vaqt o'tib ketadi. O'zim qo'shilib bormoqchiman. Boraman, hech narsang kerak emas. Men bilan yashama, men bilan gaplashma. Menga hech qanday sen tomonidan hech qanaqa menga sendan na ma'naviy, na moddiy menga foydang tegmaydi. Просто по-братски men o'zim borib, men seni operatsiya qildirmoqchiman. Operatsiya bo'ldim-ku men уже 6 oy oldin. Просто qaralish kerak menga, yuragimni ko'rsatish kerak. O'zim olib bormoqchiman. Boramizmi? Men keyin o'zim bu yoqqa uyimga Dubayga qaytaman, sen Qozog'istonga ketasan. Olib boraman, o'zim qarataman, jo'natib yuboraman. Mana erkecha. Borasanmi? Unaqa aytmang efirda. Buni keyin gaplashmoqchiman. Ana shuni aytaman deb o'tirdim senga. Rahmat ko'nglingizga. Sen yig'lama, tushundingmi? Ko'zingni yuvolaman yig'lasang. Xo'p. Yo xafa qiladimi? Birontasi izdivosiya qiladimi? Men bilan gaplashmasang ham roziman. Kulib yur. Shokir olib kel deb gapirib, kulib xursand bo'laver, tushundingmi? Хорошо. Yig'lama. O'sha kuni kirsam, qara shoshma. Meni mana olgan videoyim erkecha, mujikcha o'zimni oqlamayman oldingda. Chunki biz hozir gaplashmayapmiz. Erkecha mana mujikcha lafz aytaman. Mana qasam ichmaganman bilasana. Mana tepada Xudo turibdi. Agar tegishgan bo'lsam, agar shu qiz bilan nimadir o'rtamda bir qorong'u narsa bo'lgan bo'lsa, agar mana tepada Xudo turibdi, tegishgan yo'qman. Prosta kontent, prosta video. Yig'lama, u qizlar uchun sen yig'lama. Yo'q, qara, kulma. Prosta delay interestni qara. Prosta delay interestni videoga tushgani vayn oldik biz. Bular vayner olaman dedi. Vaynga kelgan qizlar prosta videoga chiqarib qo'ydim, xolos. Men u qizlarga tegishganim ham yo'q. Men u qizlar bilan o'zimni teng ko'rmayman. Xo'p. Shundaymi? O'sha qizlar uchun ham men ko'zingdan bildim. Birov bilmasa bilmabdi, men ko'zingdan bildim. Bir kecha yig'lab chiqqansan, bir kun yig'lagansan. Shundaymi? Siz ham kulib yuring. Men sizga ham har safar yaxshilik tilayman-ku, bilasiz.
Agar menga aloqaga chiqqin, aloqaga eshityapsanmi, pultik? Aloqaga chiqqin, vaqtingni o'tkazib yuborma. Operatsiyaga bormoqchimisan, boshqaga bormoqchimisan. Misol, to'g'risini aytaman, joyi kelgan payti o'zimdan 7 yot beganaga orttirgan paytim Allohning kuchi qudrati bilan o'zim tanimagan kim qayerdagi insonlarga o'zim shaxsiy kistamdan uylar sovg'a qilganman. Imkoniyatim bor bo'lsa, tanimayman, kim bo'lishidan qat'iy nazar qo'limdan keldimi, Xudo to'g'riladimi yordam qilaman. Men shunaqa bo'laman. Men pulga bir qandaydir bir narsaga tikka turayotgan odam emasman. Imkoning yo'q bo'lsa menga ayt, liboy payti o'zim olib boraman, ko'rsataman, jo'natib yuboraman, tamom. Teginmayman, shunday ketasan, tamom. Bilmaydi hech kim. Rahmat sizga. Shundaymi? Sog' bo'ling. Davay, mayli, salomat bo'l. Shoshma. Men seni sevaman haliyam bo'pti. Yaxshi qiz, bechorani yig'latmanglar. Yaxshi qiz.